Assalomu alaykum. Qirg'iz bozor kanalining ko'ruvchilari, bugun 16-18-iyul. Ketyapti, dollar berib ketinglar. Kunga o'sa subota biz Jalolobod oblasti, Manas shahriga qarashli qo'y bozordamiz. Qanchadan bo'ldi tug'an? 13 dan. 13 ming so'mdan bo'ldi. Qo'y bozordamiz. Bugun qanday qilamiz desangizlar? Bugun xudo bersa ichkariga kirib, sirtlarga tortamiz. Aka qancha oldi? Qancha? 42. 42? Ikkalasi 42 ming bo'ldi dedik. Real dubarlar sartavsi. Aka qancha oldi? 17 ming bo'ldi. Hoji aka qancha oldi? 24. 24. Maşallah, barakatli. Aka qancha oldi? Aka qanchadan bo'ldi? 16 mingdan bo'ldi. Qanchadan keyin aka bular? 20 ming so'mdan deydi. Erkek qo'zilar. Ha? O'zim satmayman. Qo'ylarimda. Qancha bo'ldi aka? 28 ming bo'ldi. Erkek qo'chqor. Aka qanchadan bo'ldi? Qanchadan bo'ldi? 51 bo'ldi. Ekovi? Ekovi 51 ming bo'ldi. Burg'achga. 26.900. Sizniki aka? Ha, 26.900 dan olib turibsizlar. 5 euro. Tan 1 bo'ldi. 3 euro. 3 euro 91 ming so'm olib turibdi. Erkek qo'chqorlar. Tug'an qanchadan bo'ldi? 15.600 dan erkek qo'chqorlar acaba, ha? 15.600 dan. Yo'q, cheka. 23.250 so'mdan bo'ldi dek. Qo'zlar kirib ketadi, erkek qo'zlar. 30.5 mingdek. Orqasigacha. Erchib ketdi-ku, ne ala? Aka qanchadan bo'ldi? 17 mingdan bo'ldi. Mana. Erkek qo'zlar. Hoji aka qancha bo'ldi bular? 22,5, 32, 64. Bu yerda o'zi olish ham qiyin-da. Bu yerda odamlar shashib chiqib ketyapsa, qo'ydim pulini so'rash ham qiyin-da. 42 ming. 42 ming. Aka qo'zlar qanchadan bo'ldi? 7 ming. Ber qo'ycha, xolos. Aka qancha oldi? Qancha oldi aka? 18,5. Hoji aka qanchadan bo'ldi? 14,5. Maşallah zo'r olibdi. 14,5 mingdan erkek qo'zlar ham. Qanchadan bo'ldi aka? 20 mingdan. 20 mingdan olibdi erkek qo'zlar. Aka qanchadan bo'ldi? 14,800. 14,800 dan bo'ldi. O yangilikdan yo'qolsa men aytaman. Erkek qo'zlar. Hoji akam qancha oldi bu? Maşallah zo'r ekan, 23 ming. Zo'r ekan. Yaxshi, bo'lar biy ekan buni. Guruhlari ham yaxshi, boğaz kerak ekan, sal ariqroq ekan. Tug'ani qanchadan bo'ldi? 30 mingdan bo'libdi. Urg'achi, qo'ylar. Ham tishini bilmaysiz biroq. Aka siz qancha oldi ne bola? 22,5. 22,5. Bolasi erkak urg'achi u? Yo'q, qaraganim yo'q. Qancha buni? Oo. Lazizasi yo'q degan. 210 ming. Qancha tishlar ekan? 210 ming. Qanchadan bo'ldi? 250. 210 bo'libdi eko. 220 bo'libdi. 210 dan adashib aytyapti. Aka qanchadan bo'ldi? Hoji aka. 17 dan. 17 dan. Qara aka. Qanchadan bo'ldi Hoji aka? 16 dan. Erkek qo'zlar. Qari pul qancha bo'ldi? 27. Qancha tishgan? Ha, tishini qarab 27 ming bo'ldi. Tishini qarayapti. Ha, hozroq. Qancha oldi aka?
29 ming so'mdan tushdi bu o'shanda. 38 ming bo'ldi. Semiz ekan-a? Ha. Ekchi-a? Aka qanchadan bo'ldi? 19-27. 19-27 deydi. Mana hozirgi jatu olgani. Quyruqlari ham moshina ekan. Eti moshina semiz ekan-da. Eko 13 ming bo'ldi. Hoji aka qanchadan bo'ldi? 15 ming 300 dan bo'ldi. Hoji aka qanchadan bo'ldi? 35 ming oldu. Uch qo'zi 30 ming. Ha. 40,5 eko. Nav 30 qancha dedi uchovni? Yo'qda yana ikki qo'zlar. Ikki qo'zlar. Eko 100 ming bo'ldi. 15 ming bo'ldi. Qirg'iz bozor degan. Qirg'iz bozor. Aka qanchadan bo'ldi? 26 danmi? 17 ming bo'ldi. Quyruqlari ham moshina ekan. Hoji akam qanchadan bo'ldi? 15,5 mingdan. Erkak qo'zilar. Bunisi da avara şey. 4 oy. Qanchadan bo'ldi o? Maqtas qanchadan bo'ldi? 13 ming so'mdan bo'ldi. Erkak qo'zi ekotek. Urg'ochilar ekan. Aka qanchadan bo'ldi? 18 dan? Maşallah 18 dan bo'ldi. Ular qanchadan bo'ldi? Hoji aka. Aka o egasi bu yer. Bor. 42 mingdan bo'ldi. 16 dan bo'lib tur. Onu erkak ha? Erkak qo'zlar. Qancha oldi aka bu? 2,5. 2,5 danmi? Ha, 8,5 mi? 2,5 degan. 2,5 ga uloq bor ekanda. Mana bu qoldi. 8,5 ming bo'ldi. Qanchadan bo'ldi aka? 12-11 dek. Erkek qo'zlardan. Qanchadan bo'ldi aka? 14,800 dan mi? 15. 14,800. O'sha nimaga borishmaydi 15 dan bo'ldi. Borib qolishmaydi 15 dan ekan. Akam qanchadan bo'ldi bular? 16. Inshaalloh bugun bozor sal arzonroq, 16 dan. Erkak qo'zlar. Havo qanchadan bo'ldi bular? 23,5 dan. Urg'ochilar ha, erkaklar ekan ha. Aka qanchadan bo'ldi bular? 26-27. Bitta yaxshi, no echkichi. 8 ming bo'ldi echki. Qancha bo'ldi aka? Sotib oldi. 20 ming 500 dan bo'libdi. Birovniki semiz ekan ha? Birovniki ne deydi? Qancha oldi aka bu? 10 ming bo'libdi echki. Qanchadan bo'ldi aka bular? Qanchadan qancha bo'ldi premyeran aka? 50, 63, 100, 58, 65. Rahmat aka. Qaysi? Qanchadan bo'ldi aka qo'zlar? 16,5 dan bo'ldi. 16,5 dan. Sizgacha aka? 17 dan bo'ldi. Qo'zi. Erkak qo'zilar. Qanchadan bo'ldi aka? 17 dan erkak qo'zilar. Erkak qo'zilar 17 mingdan bo'ldi. Dine var. Aka qanchadan bo'ldi? Qaysi biri? Mo 25 oldu ki. 28, 7,5, 28. Aha. O'sha 26 oldu. 26 oldu. Allah. Sizlar video sayaqtaysiz tuğanlar. Uy bilan ustarga tinchlik, omonlik, charmog'izlarga beraka. Video yoqqan bo'lsa like bosib, yaxshi kommentariyni yozib qo'yishni unutmanglar. Kanalga diqqat qilib, reklamalar bo'lsa xayrli ko'rasizlar. Xizmatdamiz inshaalloh.